Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizda ham asos andoza haqida gaplashamiz. YouTube kanalimga asos andoza chizish darsligini qo'yganimdan keyin ko'plab yaxshi fikrlar eshitdim, duolar oldim. Bugun ham mavzuni davom ettiramiz. Siz professional darajada bichib tikmoqchi bo'lsangiz, asos andozani chizishni bilishingizni o'zi kifoya qilmaydi. Asos andozani matoda qo'llashni o'rganish kerak. Uni korreksiya qilishni, asos andoza bilan modellashtirishni ham o'rganish kerak bo'ladi. Bularni hammasini malaka oshirish kursimda o'rgatib boryapman. Kursga yangi qo'shilgan o'quvchilarda asos andoza haqida savollar tug'iladi. Ko'krak vechkasi o'zi nimaga kerak? Balans nima? Asos andozada formulalar qanday vazifa bajaradi? Shu kabi savollar tug'iladi. Va men o'quvchilarimning savollaridan kelib chiqqan holda video darsliklar tayyorlab bormoqchiman. Bu video darsliklarni kursdan alohida qilib YouTube kanalimga ham joylab boraman. Sababi tikuvchilikka endi qadam qo'yayotgan ayol qizlarda asos andoza haqida tushunchalar paydo bo'lishi uchun video darsliklar joylab bormoqchiman. Bugungi darsimizda esa asos andozadagi formulalarni batafsil tushuntirib beraman. Asos andoza o'zi nima? Asos andoza bu odamni gavda tuzilishidan nusxa olib, uni qog'ozga tushirish degani. Agar siz mijozingizdan o'lchamlarini to'g'ri usulda o'lchay olsangiz va o'lchab olgan razmerlaringizni qog'ozga tushira olsangiz, ya'ni uni asos andozasini chiza olsangiz, o'sha mijozingizga har qanaqa fasondagi ko'ylaklarni bichib tikib bera olasiz. Meni mana bu manekenim 40-razmerda, eng kichkina razmer. Manekenimni asos andozasini qog'ozga chizib olganman. Buning uchun manekenimni razmerlarini o'lchab oldim. Unga kenglik haqqini qo'shdim va andozasini qog'ozga chizib oldim. Kenglik haqqi o'zi nima? Insonni gavda tuzilishi bilan kiyim orasida qanaqadir masofa qolishi kerak. Ya'ni odam kiyimning ichida erkin harakat qila olishi kerak. Buning uchun biz o'lchab olingan razmerlarga kenglik haqqi qo'shamiz. Odamdan razmer olganda, ko'krak aylana, bel aylana, bo'ksa aylana kabi razmerlarni olganda, unga yana kenglik haqqini qo'shib andozasini chizamiz. Masalan, manekenning ko'krak aylanasi точный razmer oladigan bo'lsam 80 cm. Biz o'lchab olgan razmerlarga andoza chiza olmaymiz. Unga kenglik haqqini ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Kenglik haqqini esa tikmoqchi bo'lgan libosingizga qarab har xil usulda qo'shsangiz bo'ladi. Masalan, yopishib turadigan kiyim tikmoqchimisiz yoki yarim yopishib turadigan yoki keng turadigan kiyim tikmoqchimisiz? Shunga qarab kenglik haqqlarini asos andozamizga qo'shib olamiz. Endi esa e'tiborimizni maneken uchun chizilgan asos andozaga qaratamiz. Bu 40-razmerdagi asos andoza. Manekenni razmerlarini o'lchab manekenga moslab chizib olganman. Mana orqa andozam, bunisi oldi andozam. Har doim asos andoza chizilganda yarim holatda chiziladi. Chunki andozani chizib, uni modellashtirib mato ustiga qo'yib bichmoqchi bo'lgan paytimizda matoni ikkiga buklab andozamizni ham buklovga qo'yib bichamiz. Shuning uchun andozamiz yarim holatda chiziladi. O'zi andoza chizish unchalik ham qiyin emas. Yodlab oladigan 5 ta asosiy formula bor. Mana shu formulalarni yodlab olsangiz, asos andozani nimaligiga ham ancha tushunib olasiz. Bu 5 ta formula: bo'yin o'yindisini topish formulasi, proyma chuqurligini topish formulasi, orqa kenglik, proyma kengligini topish formulasi va oldi kenglikni topish formulasi hisoblanadi. Ko'pchilik savol beradi, proyma deganimiz o'zi nima? Proyma bu qo'ltiq o'yinda hisoblanadi. Tikuvchilik terminlarini rus tilida atashga o'rganib qolganmiz. Proymani, ya'ni qo'ltiq o'yindini chuqurligini topish formulasi alohida.
kengligini topish formulasi alohida. Mana shu 5 ta formulani yodlab olsangiz, asos andozaga ancha tushunib olasiz. Yana bir narsa, ko'pchilik chevarlar matoni o'zida srazu bichib tikishadi. Matoni o'zida bichgan paytda razmer olinib, ko'krakgacha bo'lgan uzunlik o'lchanadi. Mana bu joygacha o'lchanib chiziladi. Lekin asos andoza olganda ko'krakni uzunligi qo'yilmaydi, proyma chuqurligi qo'yiladi. Ya'ni yelkadan proyma chuqurligigacha bo'lgan masofa o'lchanib, proyma chizig'i chiziladi. Bu chizig'imiz ko'krak chizig'i ham deb ataladi, proyma chizig'i ham deb ataladi. Andoza chizganda hamisha proyma chizig'i bilan ishlaymiz. Avval aytganimdek, bu proyma chizig'i ko'krak chizig'i ham hisoblanadi. Har bitta chizig'imizga, ya'ni mana bo'yin chizig'i, ko'krak chizig'i, bel chizig'i, bo'ksa chizig'i har bittasiga razmer qo'yib chiziladi. Razmer bu ko'krak aylanani yarmisi razmer hisoblanadi. Bizda ko'krak aylanasi 80 cm, uni yarmisi 40 cm. Asos andoza chizganimda mana shu razmerga, ya'ni ko'krak aylanani yarmiga kenglik haqqini ham qo'shib chizdim. Chunki bu andoza bilan tikilgan kiyim tor kelib qolmasligi kerak. Kenglik haqqiga 4 cm qo'shdim va 44 cm qilib andozamni chizdim. Mana shu razmer qo'shilgan pribavka, ya'ni kenglik haqqini andozamni setkasiga hamma chiziqlarga qo'yib chizganman. Bo'yin chizig'iga, ko'krak, bel va bo'ksa chizig'iga qo'yib chizganman. Endi bizda ko'krak aylanadan ko'ra bel aylanamiz kichikroq, bo'ksa aylanamiz ba'zan ko'krak aylana bilan teng, ba'zan katta ham bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarda vitchkalar yordamida belni ixchamlashtirib, bo'ksani kattalashtirib chizish mumkin. Bunga keyingi darslarda to'xtalamiz. Hozir tushuntirib bermoqchi bo'lganim mana shu asosiy 5 ta formulani tushuntirib bermoqchiman. Demak, bizda orqa kenglik bor, proyma kengligi bor va oldi kenglik bor. Va buni hammasi razmer hisoblanadi. Uchalasini qo'shganda razmer qo'shilgan kenglik haqqi kelib chiqadi. Ya'ni 44 cm qilib chizib oldim. Nima uchun aynan formula bilan foydalandim? Chunki orqa kenglik, proyma kengligi va oldi kengligini o'lchab olsa ham bo'ladi, lekin odamdan o'lchov olganda orqa kenglik, oldi kenglik va ayniqsa proyma kengligini o'lchashda yangi o'rganuvchilar xato qilishadi. To'g'ri o'lcham ola bilishmaydi. Shuning uchun formula yordamida topganimiz oson va formulalar hech qachon adashtirmaydi. Yarim santimetrga ham adashmaysiz. Точный razmer chiqadi. Fizika qonun qoidalari, fizika formulalari, matematika formulalari kabi bu formulalar ham tikuvchilikni o'zini formulalari, qonun qoidalari hisoblanadi. Bularni yaxshi bilgan odam asos andozani yaxshi tushunadi. Orqa kenglik, proyma kengligi, oldi kengligini yana ham yaxshiroq tushuntirish maqsadida yana manekenimizga yuzlanamiz. Asos andozadagi chiziqlarimni, ya'ni ko'krak chizig'i, bel chizig'i, bo'yin o'yindisi, qo'ltiq o'yindisini manekenga ham bor yordamida chizib oldim. Bizni mana bu o'rtadagi chizig'imiz o'rta chiziq hisoblanadi. Andozamiz avval aytganimda yarim holatda chiziladi. Mana bu chiziq, hozir sizga ko'rsataman. Mana bu chiziq andozada qaysiligida. Manekenni o'rtasiga tushgan chiziq mana bu chiziq hisoblanadi. Andozamiz yarim holatda chizilgan-ku, buni ochganimizda edi. Buni polniy qilib ochganimizda bu o'rta chiziq hisoblanadi. Mana bu o'rtasi. Bu andozani, oldi andozani bu yarmisi, bunisi yarmisi. Bizni chizayotganimiz oldi andozamizni yarmisi va orqa andozamizni
yarmisi hisoblanadi. Buni ochganimizda yaxlit andoza bo'lib ochiladi. Ko'pchilikni tushunmayotgani oldi kenglik, proyma kengligi va orqa kenglik. Nima uchun bundan formuladan foydalanamiz? O'lchab olsak bo'lmaydimi? O'lchab olish mumkin. Masalan, meni o'zim mana bemalol o'lchay olaman. Hozir o'lchab ko'ramiz. Manekenda oldi kenglik 32 sm. İnsonni gavdasi tugab, qo'l boshlangan oraliq o'lchanadi. Oldi kenglik hisoblanadi. Manekenda mana chizib qo'yibman. Qo'ltiq o'yinini ikkalasini orasini o'lchab ko'rsam 32 sm oldi kenglik. Orqa kengligimiz ikkita kurakni orasidan o'lchanadi. 31 sm. Endi bizda proyma kengligi ham bor. Biz oldi kenglikni o'lchaganda ham, orqa kenglikni o'lchaganda ham gavdani aylantirib o'lchab qo'yganimiz yo'q. Oldini o'lchaganda faqat oldi tarafidan o'lchadik. Gavda tugab, qo'l boshlangan joygacha o'lchadik. Orqa kenglikni o'lchaganda ham orqa kurak sohasini o'lchadik. Gavda tugab, qo'l boshlangan joygacha o'lchadik. Endi o'rtada bizda mana bu proyma kengligi qolib ketdi. O'lchangani yo'q bu. Ayniqsa mana shu proyma kengligini o'lchaganda tajribali tikuvchilar ham xato qilishadi. Shuning uchun oldi kenglik, orqa kenglik, proyma chuqurligi, proyma kengligi kabi o'lchovlarni formula yordamida topganimiz ancha oson bo'ladi. Hozir agar proyma kengligini manekendan o'lchab ko'rsam 8,5 sm ga to'g'ri keladi. Endi yana andozamizga qaytamiz. Men andozamni chizganimda orqa kenglikni ham, proyma kengligini ham, oldi kenglikni ham, proyma chuqurligini ham, bo'yin o'yindini ham formulalar yordamida hisoblab topdim. O'lchab ko'rganimda ham, hozir manekenni o'lchadim-ku, o'lchab ko'rganimda ham bir xil son chiqyapti. Ya'ni bir xil natija chiqyapti. Lekin bir narsani tushunib olinglar. Men andoza chizganimda razmerga yana 4 sm qo'shib chizdim-ku kenglik haqqini. Razmer bu ko'krak aylanani yarmi, ya'ni hozir meni holatimda 40 sm, unga 4 sm qo'shib 44 qilib chizdimmi? Mana shu qo'shilgan 4 sm ni men har biriga taqsimlab berganman. Ya'ni orqaga, oldiga va proymaga taqsimlab berganman. Buni andoza chizish darsligida tushuntirdim. Kenglik haqqiga necha santimetr qo'shilsa, o'sha qo'shilgan sonni 40% ni orqa kenglikka berasiz, 40% ni oldi kenglikka berasiz va 20% ni proyma kengligiga berasiz. Formulaga qo'shilgan eng oxiridagi sonlar, ya'ni 1,5 sm qo'shilgan sonlar bular o'sha qo'shilgan boshida qo'shilgan pribavkani taqsimlangan holati hisoblanadi. Kenglik haqqiga 5 qo'shsangiz ham, 3 qo'shsangiz ham, 4 qo'shsangiz ham o'sha qo'shilgan kenglik haqqini 40% ni orqaga, 40% ni oldi bo'lakka, 20% ni qo'ltiq o'yiniga taqsimlab berishingiz kerak bo'ladi. Agar darsim tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi darslarimizda balans nima, bel vichkalari qanday hisoblanadi, asos andozada bo'ksa kengligi qanday joylashtiriladi, bularni ham boshqa darslarda birma-bir tushuntirib beraman.